APLning eng kuchli o'yinchilaridan jamoa teramiz. Donnarumma yoki Raya? Donnarumma. Bu sezon Donnarumma. Saliba yoki Husanov? Husanov endi uyat bo'lsa kerak. Tanlamasi Husanov. Gabriel yoki Van Dijk? Yo'q, Gabriel bu yil o'lik. Gabriel. O'Reilly yoki Kukureli? Kukureli. Timber yoki Reece James? Timber ham yaxshi. James просто travma olib qoldi, shuning uchun hozir ko'rinmayapti, lekin yaxshi o'ynaydi. No-da. Rodri yoki Rice? Rice. Rodri bo'lsa kerak. Yo'q. Aka travmada o'tkazdi ya mavsumni yarmini. Rice. Qo'yaylik mana. Bruno yoki McAllister? Bruno. Bruno. Azizlar sonini qarang. Odegaard yoki Szoboszlai? Szoboszlai. Saba. Saka yoki Cherki? Cherki. Saka yaxshi o'ynasa ham Cherkini tanlayman men. Cherki ham omada, Cherki ham. Doku yoki Kunya? Kunya. Doku. Bo'ldi, boshqa narsa qilmaydi. Ama to'g'ri. City bo'lib ketdi hozir hamma yo'q sostav polni. Kunya. Holland yoki Ekitike? Ekitike. Holland. Holland, mavsumni boshida yaxshi o'ynadi. La'natga qolib ketasiz hozirga. Yo'q, mana Ekitike. Yo'q, Foizlari ham bor. Pastga tushib o'ynashlari ham bor. Bo'pti, keling yozishadi.